Assalomu alaykum, Gulbozor kanali obunachilar. Hozir mana bugun qolgan gullarni narxi bilan hammasini tanishtirib chiqamiz. Kun isib ketganiga nima sababi? Kun isib ketgan sababli gullar salafanni chiqarib turib, setka qilib jo'natyapmiz. Hozir ko'rsatamiz. Monolar ham ana qo'yib qoldi mana. Nima chiqaryapti? Buncha gullayapti. Gullash arafasida. Hozir hamma yoqda to'liq video obzor qilamiz. Ungacha ma'dagi salafanlar qilib jo'natayotganlarni ko'rsatamiz. Salafanda bo'ladi o'zi mana aslida. Mana salafanda bo'ladi. Salafandan chiqarib turib, setka qilib karobkaga solib jo'natyapmiz. Sabab dimi qilib qolmaydi, nima deydi haligi, isib chirib qolmaydi gul karobkaning ichida. Uyga borgandan keyin, klient olgandan keyin shunday ocha oladi. Hammasi shunaqa setkadan. Kichkina gul bambuklarga ham baklar urinmaydi. Xuddi shu salafanga o'xshagan narsa, prosta nima deydi, havo o'tkazadi. Salg'irroq bo'ladi. Havo aylanib turadi. Katta gul ham mana sikasi ham yotibdi ekan mana anturi. Mana sikasida ham katta narsani ham setkada qilib jo'natyapmiz. Hozirgi kunda hop endi mayadagi setkada narsalar qolgan narsalarni o'sha narxida tanishtirib ketaman hozir. Bu yerda Diamond 75 ming, 80 ming sotilgan. Taga 3 tali 65 ming hozirgi kunda setkada narxi. 65 mingdan. Keyin ko'pchilik so'raydi, mana viloyatda, mana shahriga dastavka bormi deb so'raveradi, bor. Hamma joyga bor. Rossiyaga ham chiqaryapmiz, Qirg'izistonga ham, Qozog'istonga ham, hamma yoqqa chiqarib beryapmiz. Navbat bilan sekin hammaga bir xilda chiqarib beryapmiz. Buni 65 ming beryapmiz. Katta sanseveriya, o'rtacha sanseveriyalarda bu yerda boshda 110 ming sotdik, hozirda 100 ming so'mdan beryapmiz. Bu ham 25-iyungacha. Mana maymunimning kichkinalari 95 ming, 105 ming sotilgan edi. Hozirgi kunda 85 mingdan skidkaga tushganlari bu. Bu yerda sifat film 95 mingligi, buni 80 ming so'm qilib beryapmiz. Kvadrat turadi, ichi eng ko'pi. Mana manovi kalateyalar 45 ming, 50 ming so'm sotilgan. 35 mingdan ko'p olganga 30 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. Mana medalyonda oqi. Buni 40 ming so'm beryapmiz. Boshida 75 ming sotilgan edi adashmasam. Strelitsa 2 dona qolgan bu yerda. 60 ming atrofida. Aniq narxi Telegram kanalida. Hop. Bularni 50 ming so'm, 55 mingga tushirib qo'ydik narxini. Arnatani boshqacha sorti. Bundan ham bor. Ancha-muncha narsa narxini bugundan ancha pastlatib qo'ydik. Monolar mana ochilishga kelib qolganlar 195 ming yoki 185 ming. Telegramga Gulbozor uz deb yozsanglar chiqadi. Shu kanaldan zakas olib, zakaslar chiqarib beramiz. Mana o'shyapti ham. Bu yoshi kattasi bo'ladi. Katta to'yadilar yoshi kattalari. Geheralar mashatdan mash qolibdi. Buni 30 ming so'mdan berib yuboramiz. 45 ming, 50 ming so'm sotilgan. Bitta-ikkitasini bonus ham qilib beramiz. Ulgib birinchi olganlarga. Mana kardelini bu 55 ming, 60 ming edi. Hozirgi kunda 45 mingdan. Qorasi ham bor, nariyada ko'rsatamiz uni. Braziliyadan 3 dona qoldi.
75 ming, 60 ming sotilgan, 50 ming so'mdan beraveramiz. Sensatsiya. Ko'rinishi ham boshqacha bo'ladi. Uni boshqa videolarda ta'riflab o'tib ketganman. Bu 60 ming so'm, 75 ming, 70 ming sotilgan. Hop, mana qora anturimda eskisi bor ekan, ikkita qolgan ekan. 10 mingdan beraveramiz buni. Telegram kanaliga zakaz beradiganlar, zakazchilar mana shuni qora anturim detkasi desanglar, shu yerdan olib beraveramiz. Agar tugab qolmasanglar. 95 ming, 85 ming sotilgan reflektor eng kattasi. Tagi ko'p, 5-6 tacha kuz chiqadi, 75 mingdan 25-iyungacha. Yangi bak yozib, cho'tki olib qo'ygan hammasi. Bakashi zamish bo'ladi. Bu aglanemalar 95 ming, 105 ming, 100 ming sotilgan. Hozirgi kunda 80 mingga tushirganmiz. Onalarini 50 ming so'm beryapmiz. Ko'p olganga 45 dan olib beraveramiz. Alakaziyalar 65 mingdan. Kusti ikkitali. Oluvchilar uchun bittali kustam bor. Bu 75 ming, 80 ming sotilgan. Hop, arbifoliya. Bu 65 mingmikan, 60 mingmi shunaqa. Asa bak yozib chiroyli bo'lib turibdi. Katta bak yozib. Mana shu o'zimizda yozgan baklar katta. Dekabristlar 30 mingdan, 25 mingdan, 25 mingdan 10 dona olganda tepasiga 25 mingdan qilib beramiz. Endi rangini mana qochiladi deb garantiya bera olmaymiz lekin. O'syapti bular ham. Mana yangi savdolar chiqardi. 30 mingga 25 mingdan qilib beramiz. Bular nemalar 70 ming, mana haligi bitta kursliga hovlovchilar uchun deganimiz. Balki sal kattaroq bo'ladi buni. Hop, orxideyalarni 35 mingdan qilib beraveramiz, tagini boquvchilar uchun. Sog'lomini tanlab beramiz, xudo xolasa. Dendrobenumni ham 35 mingdan qilib beramiz. Bu yerda mana alakaziyadan qolgan ekan. Bu 75 mingmikan, shunaqa edi. Bu ham skidkaga tushgan. Buni 20 ming, 25 ming, 15 ming pasaytirib qo'yganmiz. Trikolorda 85 ming beryapmiz. Asha reflektorda sal boshqacharog'i bu. Hop. 65 mingdan Hanzalar. Bitta kursli. Mana kelib olib ketadiganlar tanlab olsa bo'ladi. Mana ikkita kursligi ham bor. Bitta kursligi ham bor. Birkinda 70 ming so'm beryapmiz. Haligi o'rtasi pushti bo'ladigandan. Oddiy oq sortadan emas, mana pushti bo'ladigandan. Hop, mana bu philodendron. Buni 90 ming so'm beryapmiz. Ichi ko'p. Skidkada narxi mana. Ichi ko'p. Buni 90 ming beryapmiz. Tomir rosa qisilib turibdi, tuvakka o'tkazish kerak. Holati o'ta zo'r. Mana shu 3 ta bak yozgan o'zimizdan. Mana shu 80 mingga beramiz degan aglanema. Bir xil firma, prosta tuga anaqasida farqi bor, tuvagida adashib ketyapti. Hop, mana unisini 85 ming beryapmiz. Philodendron 85 mingdan. Bu 105 ming, 120 ming sotilgan. Mana bu imperator buni 110 ming sotilgan. Bu ham 85 ming atrofida bo'lish kerak. Bu hali oddiy prostoy varigatnilarga o'xshab uzun bo'lib o'sib ketadiganlar emas, chiroyli o'sadiganlar. Oppo bak yozyapti. Kichkina alakaziyalar 45 mingdan. 55 ming, 60 ming sotilgan. Hop, mana
Bular 75 ming sotilgan, hozirgi kunda 60 mingdan bera olamiz. Mana 55 ming edi, 45 mingga tushirdik deganimiz. Qorasi ham 45 mingdan, bular hammasi tomiri tutib qo'ygan. Tomirda holati 45 mingdan. Hop. Bitta mana qo'yalar bor ekan, 75 mingdan. 100 ming, 110 ming sotilgan. Tangaligi ham 75 ming, tangaligi o'zi o'syapti. 75 mingdan. Finlandiya buni 30 ming yo 25 ming qo'yganmiz buni ham. Parda bo'lib o'sadigani. Imada mana ham bor. 25 ming sotilgan, 20 ming qilib qo'yganmiz anaqalari. 20 ming so'mdan, mana meduzaligi ham 20 ming so'mdan. Mana sevatligi 45 mingdan 4 ta bo'ladi buning ichida. Mana bitta bo'ladi bunda. Mana kaktuslar bor, buni 20 mingdan bera olamiz. 20 ming so'mdan boquvchilar uchun. Mononisini 45 ming beryapmiz. Bu qizil ochiladi. 3 tali. Monovi 35 ming bo'lishi kerak adashmasam. Magnetligi orqasida magnit bo'ladi yani. 35 ming. Buni ham har xili bor, mana bunaqasi. Qizili, sarig'i. Haveya 75 ming edi. Buni 60 ming so'm qilib beramiz. Qora ranglisi bo'ladi. Pomidoriya buni 55 dan bera olamiz. Farqi mana bu haveya, bu pomidoriya. Salatoviy, bunisi yashil bo'ladi. Bitta sensatsiya. Bular keyin mana xo'ya bor. Buni 95 ming adashmasam. Nomi nima hamdir edi. 95 ming bor adashmasam, Telegram kanalida bor. Bundan 9 ta qolgan ekan. Bitta dekabris, aglanalar. Mana alakaziya bor ekan. Buni narxi Telegram kanalida, bu ham 20 mingmi, 15 mingga yaqin minus qilib tushib qo'yganmiz. Skidka narxi. Ana rasmda keyin Kemfera mana shunaqa ekan nomi. Kalatayani bitta turi ekan bu ham. Adashmasam mana shunaqa deb chiqdi Google'da. Kalataya Kemfera deb chiqdi. Buni 35 ming, 40 ming so'm beryapmiz. Bu ham 75 ming sotilgan edi. Hop. Anglanaymi? Bu ham Philadelphia ekan. Kichkina albifoliyalar ham hop 35 mingdan, kalata ham kichkinalari 35 ming ko'rsatdik buni. 30 ming qilib beramiz, ko'p oladiganlarga faqat. Mana Pahirani 100 ming, 110 ming beruvdik. Hozirgi kunda 90 ming so'mdan. Tagi 5 tali. Mana shunaqa holatda. Bunisi 45 mingdan. Bu 75 ming sotilgan 3 tali kuz keramika tuvayda. Mana qo'zi qorin ham chiqyapti ekan adashmasam. 45 mingdan. Bir xil narsa, prosta katta kichikligi bor. Stramanta ham 7 dona qopti. Buni hop 40 ming so'mdan bera olamiz. Ana kalataya 50 ming so'm.
55 ming, 50 ming sotilgan, hozirgi kunda 40 mingdan qilib beraveramiz bularni. Xo'p, oq anturiyumlar ham 40 mingdan beraveramiz. 60 ming, 65 ming sotilgan. 40 ming qilib beraveramiz faqat bugundan. Mana kaktuslar bor. Kaktusni 75 ming, 85 ming sotilgan. 40 mingdan qilib beramiz buni ham. Oxirini mana shunaqa holatda. Bu 1 sm o'sdi o'zimizda. Eski holati, mana tushuntirib o'tishsam. Mana mashina mana pushti bo'lib turgan tomoni eski holatda edi. 4 qavati yangi chiqqan. Endi kaktuschi emasmiz. Aniq kaktus haqida ma'lumot bera olmadim. Mana alakaziyalar ham 2-3 ta bash chiqardi, yaxshi turibdi. Bular 85 ming yo 90 ming. Buni ko'p sotmaganman. Narxi Telegram kanalida. 35 mingdan shunaqa gollandskiy silver spat anglanayman. Adaptatsiyadan o'tib deyarli 3-4 ta balki yozdi o'zimizda. Go'zal holatda. Bitta Hamzalar 65 mingdan. Bu yangilik bo'lgani uchun joyida qimmat. Atay biz qimmat sotmaymiz. Optim narxi 65 ming. Yangilik joyida qimmat bo'ladi. Ko'pchilik biladi ham. Shu bambu bor ekan. Bambuk 35 ming bu ham. 40 ming so'm sotilgan. 35 ming qilib beramiz buni. Mana bu yerda yurakchaligi ham bor. Asha 10 xilga yaqin anaqasi bor. Keramika tuvay bo'ladi bu ham, sopol, sopol tuvay. Mana bunaqasi ham bor. Bonusdan ham bor. Turibdi hammasidan. Mana Madagaskar 150 ming edi bu. 95 mingdan qilib beramiz buni. Holati zo'r. Bularni 75 dan qilib beramiz dedik. Sifat film kvadrat 95 ming edi, 75 mingga tushirdik. Hop. Anturimdan 2-3 ta qoldi, bu yerda. Mana shu 70 minglik varianti kattasi. 50 mingdan beraveramiz. Bu yerda qoldi. Ulgurganlarga bisadan o'zidan sotiladi. Hali zakazga qolmadimi deb tijoratchilik bo'lishi mumkin. Imperatorlar 60 ming so'mdan. 4 ta kursli o'zimizda o'sgan. O qishda kelgan bular. Bunisi ham 50 ming so'm. Kecha kuni shu YouTube'ga shorts qo'yganimda anaqalar. 50 mingdan mana shu pastdagilar. Bu deyarli mesnilashib ketib qo'ygan. Mo pinkda narxi necha pul edi? 130 mingdan pink. Philodendron pink. Balki mana shunaqa go'zal bo'ladi. Mana alakaziyani kichkinalar. Bu 35 mingmikan, 45 mingmi shunaqa. Xo'p, dratsena 3 ta kurslik ip bor ekan. Bu 65 ming, 70 ming sotilgan, 60 ming so'm hozirgi kunda. Bu eng joni qatta narsa bo'ladi. 60 ming so'mdan. Buni 390 minglik kattasi kelgan endi, 1 metrlik, tagi 5 ta kurslik. Mana shuni o'rtasini kichkinasini so'raganlar uchun. Xo'p, 65 mingdan diamondlar. Diamondni manaqa oqi ko'pi, oqi ko'p bo'ladigan, yoshi katta bo'ladi, quyosh zo'r ko'rgan bo'ladi. Manaqa yashili ko'pi salqin joyda qolgan bo'ladi. Bu asli quyoshga qarab turib yonib o'chadi. Bu ko'pchilik biladi ham, bilmaganlar uchun biladigan narsalar ma'lumot o'rnida. Bular 40 mingdan oq anturimlar. Videoni uzmasdan video qilyapmiz. Mana bundan ham 3 ta qopdi. 15 mingdan beraveramiz.
Bitta Gardenia. Gardenia'ni ham 60 ming, 70 ming sotdik, 50 mingga beramiz. Mana katta varianti 75 minglik. Buni 65 mingga beramiz. Bunchasi bor, gulini gullatib olish kerak. Monsterlar 130 mingdan, 135 mingdan 165 ming sotilgan edi. Hozir bu yerdalar hop 135 mingga tushgan narxi 130 mingdan beryapmiz. Ochig'ini aytib qo'yamiz. Sinib qoldi. Shu 10 tadan oshiq oladiganga 110 mingdan qilib beraveramiz oxirini. Ya'ni boqadiganlarga. Mana nomi Mickey Mouse, Singoni Mickey Mouse edi. Maytaga suv to'planar ekan. Buni ham narxi aniq Telegram kanalida u esimda yo'q to'g'risi. Mana yangi chiqyapti. Vashlichi suv sirab topdi bu burchakdagilar. Ichiga qo'yib qo'ysangiz suv ichadi. Fontan yoqilganda. Bular 50 mingdan mana shular. Imperatorlar. Mana mana sindam suti manaqasidan 4 dona qolgan ekan. 40 ming so'mdan sotyapmiz. Mana peshnisi ham bor. Agrobaltga ekkanimiz. Go'zal holatda. Bu yerga bitta, ikkita, 3ta, 4tadan aralashtirib ekilgan. Buni 200 ming yoki 210 ming chiqarganmiz bu narxini. Chunki 4ta, 3-4ta qo'shib ekilgan bu yerga. 200 ming so'm yoki 210 ming. Mana monolarni ham 55 ming edi, 45 mingdan qilib beraveramiz kalataga. Hop. Aniq narx Telegram kanalda ancha-muncha narsani. Mana Monstera, bu ham shun bilan narxi bir xil. Umuman yangi balki yozib yuborganman. Bu ikkita kust ekilik, ikkita to'yada ekkanmiz, kust ko'p. Hop, 60 mingdan sotganmiz mana shu bitta kustini. Mana shunaqa to'yada edi. 16 ga 16, 17 ga 18 to'yada. 60 mingdan sot 120 ming bo'lsa 200 mingga yaqin chiqadi, yani 190 ming atrofida. Dratsenalarda bularni 20 ming yana skidkaga qo'ydik, mashq qoldi. Hop. 10 ming so'mdan qilib beraveramiz mana shularni. Dratsena buralib o'sadigan sort. 10 mingdan qilib beraveramiz. Mana shuni Telegram kanaliga qo'ydik. Narxi esimdan chiqib qolgan, aniq narxi yo'q. Uni ham 20 ming, 30 ming tushib qo'yganmiz. Bitta philodendronlar. Paki oppoq. Chiroyli. Yam oq, yam yashil. Hamiloma 85 ming, 100 ming sotilgan, keyin skidkaga tushdi, 75 ming, 65 mingga tushdi. Buni hozirgi kunda 35 mingdan qilib beraveramiz. Philodendronlarni qanaqadir, lekin philodendron emas, philodendronlarni oilasiga, singonimlarni oilasiga tortadigan. Hanza 65 ming, buni aytdik, 3-chi aytishimiz. Mana singonim ham bor. Buni 70 mingmi, 80 ming sotganmiz. Hop, 30 ming so'mdan qilib beraveramiz bu singonimlarni. Ameloma kofe bitta qopdi. Bunga zakaz bor, hech kim ulgurmaydi. 100 ming sotganmiz. 90 ming skidkaga tushgan. 25-iyungacha bo'lgan holatda. Tomirlari o'sgan, yaxshi holatda.
Hop. Agronemani manaqa sorti. Yashilicha ko'p, qizil aralash, bardoviy, pushti mana shunaqa. Bu ham 80 mingdan. Hop. Singonim varigatni 95 ming edi, 85 mingga tushgandir bu ham. Aniq esimda yo'q bu. Mana Ghost, Philodendron Ghost. Bu bitta anaqa baklarini tashab, o'zimizda mana yangi yaltirayotgan sveji bak. O'zimizda chiqdi. 3, 4, 5, 6, 7 ta qopdi. Mana Jacqueline baki o'lyapti. O'libdi. Imperator. Bu ham Telegram kanalida mavzuni 45 ming qilib olamiz ekan. 50 ming so'm sotilgan narxi. Singonium buni aytdik. 35 mingdan qilib beramiz dedik. Philodendronda onasi bu juda qimmat ekan sizlarda 20 ming 10 mingga deyapti odamlar. Bu kichkinasi emas, xuddi shuni kichkina varianti bo'ladi, kattarog'i bo'ladi. Ko'pchilik yaxshicha qimmat ekan deydi. Bitta olib keling yaxshi guldan desa, ransasini solishtirsa, ha bu juda kattaroq ekan deb keyin haligi tushunib yetadi, miyasiga tepadi. Sal kattarog'i bu 100 ming so'm sotilgan. 90 ming yoki 85 ming. Shunaqa narxi. Holati zo'r, o'zimizda bak yozdik ham. Hop. Bu yerda 30 ming, 110 ming sotilgan alakaziyalar 30 ming so'mdan adaptatsiyada boquvchilar uchun. Qo'yalar bu 65 ming adashmasam. Tricolor 85 ming aytdik buni. Mana hamidoriyalar bor. Buni 35 ming beryapmiz. 10 tadan oshig'iga 30 mingdan qilib bera olamiz. 30 ming so'm. Bo'yi ham 30 sm, ichida ham 20 ta 30 tacha bor. Mana ularni 20 tadan oshig'iga 10 ming so'mdan qilib beramiz. Imperator deyapman, Kraton, sariq kraska sepilganga o'xshaydi. Bu yerda manaqa sorti bor. Tovus deb qo'yadi. Bularni 25 mingdan beryapmiz. Dubalisti ham 25 ming beryapmiz. Mana shu tovusni o'skani 25 mingligi. Mana 10 mingliklar mana. Mana qator Kratonlar. Mana Dubalisti hozir mana yaxshilari bor edi. Mana yana bitta tovus. Spiral ham bor ozgina. 50 ta 40 tacha chiqadi xolos. Kelib tanlab oladiganlar yaxshi anaqa bilishadi. Mana Kraton Dubalis 30 ming so'm, 25 ming har xili ham. Bu Tbilisadagi salqin joyda turgani uchun jicha rang kirmagan. Buni shu quyosh tegib o'tadigan joyga qo'yish kerak. Mana ularni ham 35 ming 30 ming sotdik. Hop, 20 mingdan qilib bera olamiz. Mana shu yerda qoldi. Oxirini 15 ming qilib sotib tugatamiz. Bitta mana shu gullar. Nima, Zolotoy ribka bor ekan. Zolotoy ribka o'tgan yili kelgan edi. Holati chataga kelgan. O'sib mashq holatga keldi. 75 ming edi shu paytida. Hozir endi pateriya bo'lgan. 35 mingdan bera olamiz. 6, 7, 8, 9 ta qopti. Bitta imperatorning ko'chatlari. Bularni mashqoldi. Hammasini olib qo'ysa 5 mingdan bera olamiz. Donalab, hop 15 ming sota olamiz jupini. Mana tovusni yaxshilari bor. Kraton tovus. Mana shu go'zal ekan.
Mana buni kavdilinglarni 5 mingdan bera olamiz o'zi. Mana shu yerda o'zi deyla qo'ygan. 5 ming so'm qilib beramiz. O, mana shu bolalar bor ekan. Mana mesni manaqa sindavslar bor 15 mingdan. Bundan ham oz qolgan. 15 ming so'mdan. Trikolor ham bor. Bunaqa sorti ham bor, Happy Life. Buni 90 ming so'm beryapmiz. Haligi ikkita ekilgan, naryoqda ko'rsatganimi? Ikkita ekilgan pechniy variantidan. 90 ming so'm beryapmiz. Osilib o'sib tushyapti bular. Mana philodendron. Sindavsus emas, philodendron ekan. Bu ham 75 mingmikan, 85 mingmi, nech pul ham bu? Aniq esimda yo'q narxi. Mana shu 95 ming ber ekanmiz, bu o'zini tuvagida. Baklari yangi bak yozib, zo'r holatga kelib qo'ygan. Hop, pomidorlar. Mana narsani ham aytmabman. Bu ham skidkaga tushgan, aniq esimda yo'q, narxi ko'rsatib qo'ying. Philodendron bu ham variegatnisi. Variegatni emas, ola bo'lasi. Mana ularda 50 ming so'mdan qilib olamiz. Mana Dubalis. Bunisi oddiysi. Kraton 50 ming so'mdan 135 ming, 100 ming so'm sotilgan. Mana shunaqa setkada. Haligi kun isib ketganligi uchun setkada. Haligi bexavotir bo'lish uchun ko'rsatib qo'yapmiz. Havo aylanib ham o'tadi eshiklaridan. Mana shunaqa holatda. Mana archa bor, 60 ming so'm beryapmiz. 80 ming, 85 ming sotilgan edi. Bunisi ham 60 ming so'm. Mana 50 ming limonolari bor. Kichkinasi. Mana variantda. Bu yerda o'sadigan sortidanmi? Adyol bo'lib yerda o'sadigan. 135 ming, mana uzunlari 160 ming edi. Bu ham tushgan, 140 ming. Narxi shunaqa atrofida. Bansay 110 ming edi, 90 ming so'm qilib qo'ydik. Mana holati. Yangi bak yozib turibdi. 45 mingdan bansaychalar. Kichkinasi 65 ming, 70 ming sotilganlari. Hop, bu yerda hammasini ko'rsatibmiz deyarli. Sikas 550 ming beryapmiz kattalarini, 650 ming sotilganlar. Mana bu anaqa Strelitsaning eng kattasi, odam bo'ylisi. O'zimizda bak yozgan bular. Deyarli hamma baki pastdagi baklarda inobatga olmaganda. Haligi nima deydi? Holati yomon kelgan edi. Pastdagi bakani bitta ikkita olib tashlaydigan holatda. 250 ming yoki 280 ming atrofida bu. Sog'lom. Hop. Mana keyin arzon narsamiz bor. 65 ming berayotganimiz. Silver, agronema silver yo Pattaya deyishadi. Tagi mana 4 ta 5 talik 65 ming beryapmiz mashalarda. Boshida 125 ming sotgan edi, o'tgan yili. Hozir mana shu yerda turib tikan bekim olib suv ichib turuvdik ekan. Esda ham yo'q. Narxini skidga qilib qo'yib qo'ydik. 65 ming so'mdan.
Bundan ham ko'p bas oz deyarli. Mana shu Telegram kanalda aniq narxi hamma yo'g'ini tashlaganmiz. Mana shu kanaliga Telegramga Gulbozor uz deb yozsanglar chiqadi. Mana shu yerdan bemalol zakasi bersanglar 2 kun 3 kun ichida sekin chiqarib beramiz. Klyonda 90 ming so'm beryapmiz. Qizarmaydigan sortini. Bu bilan bizni teplisa salqin, keyin sal sovuqroqligiga pastida fotosintez yetishmovchilik bo'ladi. Ana shunga yashil bo'lib ketadi. Teplasaning ichida. Mashlar hozirgi kunda skidka degan narsalar.